Shuning uchun musulmonlarning har qanday bir uchurini, har qanday bir bahona va sabablar bilan kofirlarga yetkazish Alloh taolo Qur'on Karimda deganda qo'ldan keladigan ishlarning hammani, ya'ni sabablarning hammani qilib bo'lgandan keyin undan keyingi ishni Allohdan İlgirki dersimiz deganimizdek Hicretning 8-yili 8-oyda Mekke müşriklarining himoyasi ostidagi Banu Bakr aymiqi Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning himoyasi ostidagi Xuzo aymiqi hujum qilib, ulardan nurg'un erlarni o'ldirib etadi. Mekke mushriklari bu ishlardan xabar topsa-mu, Banu Bakr aymiqini hay deyish uyoq tutursin, ularga qurol yaroq orqali yordam beradi. Xuzo qabilasidan bir odam saq qilib, maxfiy holda Makkadan chiqib Madinaga yetib keladi va Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga bo'lgan ishlarning hammani tafsili aytadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu ishlardan xabar topgandan keyin nihoyat qayg'uradi va uningga laqad nusrta, ya'ni chuqum qalbiga irsila deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu hodisadan Makka mushriklar bilan bo'lgan Hudaybiya sulhisining buzilganligini tunib yetadi va Makkani ozod qilishning vaqtining yiqilib kelganligini his qiladi. Chunki Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bilan Makka mushriklar orasida 10 yil qadar bir-birisiga cheqilmaslik, hatto bir taraf yana bir tarafning himoyasi ostidagi oymoq yoki jamoat yoki qabilaga cheqilmaslik, agar cheqilsa shu tarafga cheqilgan bilan o'xshash bo'ladi deb aniq belgilangan edi. Buningga asosan Quraysh mushriklarining Banu Bakr oymoqini to'sishda yo'q, ularga qurol yaroq yordam berishi Hudaybiya sulhisini buzganlik hisoblanadi. Makka mushriklari bu hodisadan keyin Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning o'zining himoyasi ostidagi Xuzo qabilasining qisosini olish uchun Makkaga bostirib kelishidan ansirab Abu Sufyonni Madinaga avatadi va Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bilan sulhini qaytadan yengilab kel deydi. Chunki ular sulhini bir qatim yengilib etsak, sulhidan ilgirki ishlarning hech qaysi surish qilmaydi deb o'ylaydi. Shunda qilib Abu Sufyon Madinaga yetib keladi va Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning ayoli va o'zining qizi Ummu Habibaning uyiga tushadi. U Ummu Habibaning uyiga kirib Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom o'ltiradigan silinchining ustida o'ltirishga tamshiladi. Ummu Habiba darhol silinchini yig'ishtirib o'tadi. Abu Sufyon hayron qilib, "Ey qizim, meni avaylayotamsa yoki bu silinchingni avaylayotamsa?" deydi. Ummu Habiba, "Bu silincha Allohning elchisi Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom o'ltiradigan silincha. Sen bo'lsang bir mushrik, sening buning ustida o'ltirishing yoqtirmadi" deydi. Abu Sufyon hayron qilib, "Sen mendan ayrilib buzilib ketibsan" deydi. Chunki Ummu Habiba Makkadagi vaqtida yo'ldoshi bilan musulmon bo'lib, Habasistonga hijrat qilgan edi. Yo'ldoshi Habasistonga hijrat qilgandan keyin xristian bo'lib ketgan, keyin vafot topgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Habasiston podshohi Najashiydan talab qilgan ishlarning birisi shu Ummu Habibani o'ziga vakil bo'lib o'ylantirib qo'yish edi. Habasiston podshohi o'zi vakil bo'lib, shundaqla to'yliqni o'zi berib, Ummu Habibani Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga o'ylantirib qo'ygan. Ondan keyin ularni Madinaga yo'lga solib qo'ygan edi. Ya'ni Abu Sufyon qizi Ummu Habiba bilan kurashmagili taxminan 15 yil bo'lgan edi. Abu Sufyon Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bilan kurashdi va uningga sulhini qaytadan yengilib o'tayli deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom uning bu gapiga hech qanday inkos qaytarmaydi. Abu Sufyon Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning bo'lgan ishlardan xabar topganligidan ensirashga boshlaydi va texmi jiddiylashib Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning atrofidagi cho'ng sahobalar bilan birma-bir kurashadi va ularga sulhini qayta yengilayli deydi. Ularning hammasi Payg'ambarimiz bir narsa demagan bo'lsa, biz bir narsa deyolmaymiz deb javob beradi. Oxirida Hazrat Alining qishig'i keladi. Hazrat Ali, Payg'ambarimiz bir narsa demagan ishda men bir narsa deyolmayman, lekin men senga bir yo'l ko'rsatay. Buning foydasi bormi yo'qmi bilmayman. Sen masjidga chiqib, butun musulmonlar bayada men Qurayshlarga boshpana deb qo'ysam, balkim bu sulhini yengilgan bo'lishi mumkin deydi. Abu Sufyon Hazrat Alining gapini anglagandan keyin masjidning qishig'iga boradi va musulmonlarning hammasi to'plashgan vaqtida, "Ey xaloyiq, anglanglar, men Qurayshlarning hammasiga boshpana" deb o'z-o'ziga sulhini yengilgan bo'lib Makkaga qaytadi. U Makkaga borgandan keyin bo'lgan ishlarni Qurayshning oqsoqollariga aytadi. Qurayshning oqsoqollari Hazrat Alisini mazoq qilibdi. "Nima undaq sulhini yengilgan ish bor? Bu hisob bo'lmaydi" deb uni masxar qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bo'lsa Abu Sufyon qaytgandan keyin Madinaning ichidagi va atrofdagi barliq oymoq, qabila va jamoatlarning hammasiga urush safarbarligi e'lon qiladi. Lekin ularga nega urush qilganligini aytmaydi. Hatto Hazrat Oyshaga mo safarga tayyorlik qiling deydi, lekin nega safar qilganligini aytmaydi. Shunda qilib Madinaning ichi va sirtida umumyuzlik urush tayyorligi boshlanadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu xabarning sirtga eqib chiqib ketmasligining oldini olish uchun Hazrat Umarni bosh qilib Madinaning atrofining hammasiga kuzatchilarni qo'ydi. Hazrat Umar muhofizatni nihoyat qattiq chingitib, kirgan va chiqqanlarning hammasini nihoyat ching tekshiraydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom kishilarning diqqatini burash uchun bir bo'lak askarlarni tayyorlab, ularni Sham tarafga mang'izib o'tadi. Buningdan ba'zi sahobalar, "Ha, bu qatim Mu'ta urushidagi urushning davomini qilgudakmiz, ya'ni Sham tarafga yurish qilgudakmiz" deb o'ylaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom maxfiylikni saqlash uchun qo'ldan keladigan ishlarning hammani qilib bo'lgandan keyin Alloh taologa duo qilib maxfiylikni saqlab berishini tilaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom mana shuningdek qo'ldan keladigan ishlarning hammani, ya'ni sabablarning hammani qilib bo'lgandan keyin uningdan keyingi ishni Allohdan tilaydi. Alloh taolo Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning duosini ijobat qilib, Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga Payg'ambarimizning kuchi yetmaydigan ishlarda yordam beradi. Masalan, mush ishda Alloh taolo Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga vahiy qilib, ma'lum bir ayolning Madinadan Makkaga uchib elib manganligini aytadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu xabarni topshirib olgandan keyin Hazrat Ali, Zubayr
ibn Avvam va Miqdad qatorliq 3 sahobini tayyorlab, palon yerda bir ayol bor, u ayolda bir xat bor, u xatni ilib kelinglar deydi. Hazrat Ali, Zubayr ibn Avvam va Miqdad darhol yo'lga chiqib, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom degan yerga boradi. Darvaqa shu yerda u ayol bor edi. Ular bu ayolning qashig'iga kelib, darhol xatni chiqardi deydi. U ayol menda xat yo'q deb butunlay inkor qilib turadi. Hazrat Ali, bizning payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hargiz yolg'on aytmaydi. Senda cho'qim xat bor. Agar xatni chiqarmasang, biz kiyimingni aqtiramiz deydi. Bu ayol amalsiz holda chechining orasidan bir parcha xatni ilib beradi. Sahobalar xatni ilib darhol payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning qashig'iga keladi va xatni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga topshiradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom xatni ichib o'qiydi. Xatda Hatib ibn Abi Balta'dan Qurayshning cho'nglariga salom bo'lsin. Ma'lum bo'lg'ayki, Madinada musulmonlar qo'shini Makkaga hujum qilish uchun tayyorlanyapti deb yozilgan edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom xatni o'qigandan keyin darhol Hatib ibn Abi Balta'ni chaqirdi. Sahobalar birdamda Hatib ibn Abi Balta'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning oldiga hozir qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom: "Ey Hatib, bu nima ish?" deydi. Hatib ibn Abi Balta'a: "Ey Allohning elchisi, mening senga bo'lgan iymonim komil. Men bu ishni dindan yenib, murtad bo'lib, ya'ni munofiq bo'lib qilgan emasman. Sen bilganingdek, men Makkalik emas. Mening bola chaqalarimning hammasi Makkada qolgan. Men bu xatni avatish orqali Makkaning cho'nglarining bola chaqamning holidan xabar elib qo'yamikin degan edim" deydi. Bu gapni anglab turgan Hazrat Umar ochiqini basolmaydi va payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga: "Ey Allohning elchisi, menga ruxsat qilsa, bu munofiqning qillasini olay" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom: "Ey Umar, o'zingni besib ol. U Badr urushiga qatnashgan emasmi?" deydi. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Hatib ibn Abi Balta'ni uning Badr qatnashganligi uchun kechirim qilib o'tdi. Lekin Alloh taolo bu vaqtda tuvandik oyatni nozil qiladi. "Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aduwwi va aduwwakum awliya." Ey mu'minlar, mening va sizlarning dushmaninglarni do'st tutmanglar. Tulquna ilayhim bil mawadda va qad kafaru bima ja'akum min al-haqq yukhrijuna ar-rasula va iyyakum. Sizlarga kelgan haqiqatni, ya'ni islomni inkor qilgan kofirlarga do'stlik izhor qilasizlar, do'stlik tashlaysizlar. Vaholanki ular bo'lsa elchini, ya'ni Muhammad alayhissalomni va sizlarni yurtinglardan qo'g'lab chiqadi. Agar sizlar mening yo'limda jihad qilib, mening roziligimni ko'zlab chiqqan bo'lsanglar, hargiz ularni do'st tutmanglar. Sizlar ularga yushirin do'stlik yetkazib tursizlar, men sizlar yushirin qilgan ishlarni va oshkor qilgan ishlarning hammani bilib turaman. Kimki shunday qiladi ekan, ya'ni ularga do'stlik yetkazadi ekan, ularga maxfiy holda musulmonlarning uchini yetkazadi ekan, u haqiqatan to'g'ri yo'ldan ozg'in bo'ladi deydi. Ya'ni Alloh taolo bu oyat orqali musulmonlarning har qanday bir uchurini, har qanday bir bahona sabablar orqali kofirlarga, ya'ni dushmanlarga yetkazishning ozg'unlik ekanligini ochiq o'tirib qo'ydi. Shuning uchun musulmonlarning har qanday bir uchurini, har qanday bir bahona va sabablar bilan kofirlarga yetkazish Alloh taolo Qur'on Karimda degandek kofirlarni do'st tutganlik va ochiq oshkora ozg'unlik. Shunda qilib payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu urushning tayyorligini puxta bitirgandan keyin Hijratning 8-yili Ramazon oyining 10-kuni 10 ming kishilik qo'shin bilan Makka qarab yo'lga chiqadi. Ular 6 kun yo'l yurish orqali Makkaga yaqin joydagi Kuday degan yerga yetib keladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom va sahobalarning hammasi ro'zador edi. Ular ro'za egri kelishga boshlaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom iftor qilib o'tinglar deydi. Sahobalar iftor qilgani unamaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom o'zi boshlab iftor qilib o'tadi. Payg'ambarimizning iftor qilganligini ko'rgan sahobalar keyindan iftor qilib o'tadi. Ondan keyin qo'shin yana qo'zg'alib Makkaga nihoyat yaqin joydagi Marr Zahron degan yerga tushdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom buyruq tushirib, har bir sahoba ayrim shaklda gulxan yaqinlar deydi. Shunda qilib 10 ming sahaba 10 ming yerga gulxan yiqib, xuddi g'oyat zo'r qo'shin besib kelgandek tuyg'u beradi. Ya'ni Marr Zahronni xuddi yulduz kabi gulxanlar qoplaydi. Abu Sufyan o'zining himoyasi ostidagi Banu Bakr oymiqininki Xuzo qabilasi qilgan tajovuzchiligidan keyin Muhammad alayhissalomning Makkaga bostirib kelishidan ansirab, har kuni kechda Makkaning sirtiga chiqib atrofni kuzatdi. Odati bo'yicha bugun kechmi bir qancha hamrohlar bilan birga Makkaning sirtiga chiqib atrofni kuzatdi va Marr Zahron tarafga yiqilgan yulduz kabi gulxanlarni ko'rib hang-tang qoldi va u kimning qo'shinidir deb u qo'shinning payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning qo'shini ekanligini xiyoliga keltirmaydi. Chunki gulxan ko'p edi. Xuddi bir imperiya Makkaga hujum qilib kelgan o'xshaydi deb o'ylab qoladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning Makkadagi tog'asi Abbos ibn Abdul Muttalib bola chaqalarining hammasini elib Madinaga hijrat qilib mangan edi. Abbos payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bilan Marr Zahronda uchrashdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom: "Ey tog'a, sen men bilan qol, bola chaqalaring Madinaga mingir va so'n" deb Abbosning bola chaqalarini Madinaga yo'lga so'ratib, Abbosni o'zi bilan birga elib qoladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom tog'asi Abbosga xechirini berdi va Makkaga kirib, xalqqa uqtirish qil. Muhammad va uning qo'shini Makkaga bostirib keldi. Kimki qarshi chiqmasa, uydan taloqqa chiqmasa, uning jini yoki meli hech qanday daxlatlarga uchirmaydi deb e'lon qilgan deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning tog'asi Abbos yo'lda Abu Sufyan bilan uchrashib qoladi va Abu Sufyonga bu qo'shinning hammasi Muhammadning qo'shini. Muhammad nihoyat zo'r qo'shin bilan kelibdi. Bu qatim urushsaqmi qirilib tugaymiz. Musulmon bo'linglar deydi. Abu Sufyan va hamrohlari bir oz da'talash qilgandan keyin Abu Sufyan men Muhammad bilan kurashay deydi. Uning hamrohlari yo'q biz kurashmaymiz deb Makkaga kirib ketadi.
Abbas ibn Abdülmuttalib Abu Sufyanni Xechirning keyniga mindirib, Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning yoniga elib mangdi. Sahobalar Hazrati Abbasni yo'lda ko'rib, Payg'ambarimizning tog'asining keyniga minib olgan bu kishi kim deydi. Bularning ko'pinchisi Ansar sahobalar edi. Hazrati Umar ularni ko'rib, bu Allohning dushmani Abu Sufyango deb qilichini sug'og'unicha ularning keyinden mangdi. Abbas ibn Abdülmuttalib Xechirni tez haydab Hazrati Umardan burun Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning huzuriga kirib oladi. Keyindilla Hazrati Umar qilichini sug'agan holda qo'g'lab kiradi. Hazrati Umarning abdini ko'rgan Abbas Abu Sufyanning qillisini quchoqlab olib, "Ey Allohning elchisi, men bunga kepillik bir bu yerga elib keldim" deydi. Hazrati Umar bilan Abbas gap talashishga boshlaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam tag'is Abbasga "Abu Sufyanni sen bugun chediringga elib ketib, atdegan elib kel" deydi va Hazrati Umarga "O'zingni besib ol" deydi. Shunda qilib Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning tag'isi Abbas Abu Sufyanni o'zining chediriga elib ketadi va atdegan Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning huzuriga elib keladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam Abu Sufyanga islomni tushuntiradi va uningga haqiqatni tunuydigan vaqtning yetib kelmadimi deb qallasini silkiydigan ba'zi gaplarni qiladi. Abu Sufyan oxirida shahodat aytib musulmon bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning tag'isi Abbas "Ey Rasululloh, bilginingdek Abu Sufyanning oramizdagi o'rnini ayt yuqori. O'zi mansabga amroq odam. Uningga ozroq mansab bersang, uni ayt xo'shab qoladi" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam "Bo'ladi" deydi. Va keyindilla umumyuzlik kechirim farmoni e'lon qilib, qandaq bir odam o'zining uyidan chiqmasa, u aman bo'ladi. Qandaq bir odam haramga kirib olsa, aman bo'ladi. Qandaq bir odam Abu Sufyanning uyiga kirib olsa, aman bo'ladi deb Abu Sufyanning uyini bir bexatarlik markaziga aylantiradi. Ya'ni uningga bir mansab beradi. Ondan keyin Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam tag'isi Abbasga "Sen Abu Sufyanni musulmonlar qo'shinining hammasi o'tadigan yerga olib tur" deydi. Abbas Abu Sufyanni Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam degandek musulmonlar qo'shinining hammasi o'tadigan yerga olib turdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam qo'shinni 5 bo'lakka bo'lib, Makkaning 5 ig'izining kirishga buyurdi. Shundaqla o'zi bir bo'lakka bosh olib, Hazrati Xadij onamizning qabrisi bor tarafdan mangadi va Hazrati Xadij onamizning qabrisining tuyi kelgan vaqtida u yerda to'xtab, Hazrati Xadijaga duo qildi. Ondan keyin yo'lni davom qildi. Shunda qilib Hijraning 8-yili Ramazon oyining 17-kuni deganda musulmonlar qo'shini Makkaning 5 kirish ig'izidan saldak har tarafdan iqib kirishga boshlaydi. Musulmonlar qo'shinining dengiz kabi saldak har tarafdan iqib kirganini ko'rgan Abu Sufyan tong qildi va Abbasga "Qara jan o'g'lining saltanatiga u noiti saltanat egasi bo'lib ketibdi" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning tag'isi bu yerda noiti muhim bir gapni birini qiladi. "Ey Abu Sufyan, bu saltanat emas, innaha nubuvva" bu degan payg'ambarlik deydi. Chunki saltanat degan bir odam tirish orqali o'z kuchiga tayinib erishadigan narsa. Ammo payg'ambarlik bo'lsa ilohiy kuch bilan bo'ladigan narsa. Shuning uchun Abbas bu saltanat emas, bu bir payg'ambarlik dedi. Ba'zi tadqiqotchilar Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamni boshqa dunyodagi utuq qozongan kishilar bilan selishtirib, birinchi qatorga tizidi. Buningdan ba'zi sodda musulmonlar xursand bo'lishadi, faxrlanadi. Amaliyotda bu faxrlangudak ish emas, aksi bu bir haqorat. Chunki Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning qo'lga keltirgan natijalarining hammasi o'zining kuchiga tayinib emas, keyindagi ilohiy kuch sababli qilgan ishlar. Shuning uchun ilohiy kuch bo'lgan Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamni boshqa odatdagi normal odamlar bilan selishtirish Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam qilingan haqorat. Abu Sufyan musulmonlar qo'shinini ko'rib, hang-tang ig'izni echib qoladi. Mushu paytda ularning oldidan noita hayvat kiyingan yeshil formuliq askarlarni ko'rdi va yana hayron qilib, "Mav askarlar kimlar?" deydi. Abbas bular muhojir va ansarlar qo'shini deydi. Ansarlar qo'shinining bayrog'i Said ibn Ubada edi. Said ibn Ubada Abu Sufyanning oldiga kelib, "Bugun sizlarni qirib tashlaymiz. Bugun sizlar xor bo'ldigan kun" deydi. Abu Sufyan bu gapni anglab nihoyat azoblanadi va ichi pushidi va u darhol Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning qashig'iga berib, "Said ibn Ubada menga mushundaq gaplarni qildi" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam "Hargiz undaq emas. Bugun Qurayshlar aziz bo'ldigan kun" deydi. Va shundaqla darhol Said ibn Ubada qo'ldagi bayroqni o'g'liga bersin deb buyruq tushirdi. Ya'ni Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning Makka patisi mushriklarning hammasini o'ltirib, qirib tashlab, ularni yurtidan qo'llab chiqarish patisi emas edi. Ya'ni Makka patisi qalb patisi edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam bu qo'shin bilan Makkadagi mushriklarni teltikus yo'qotdi. Lekin shundaq turuqliq Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam haramga kirib olgan odam aman bo'ladi, Abu Sufyanning uyiga kirib olgan odam aman bo'ladi, uydan chiqmagan odam aman bo'ladi deb imkon qadar qarshi chiqmaganlarning hech qaysini o'ltirmaslik va ularning mol-mulkini g'animat olmaslik farmoni tushirdi. Chunki muhim bo'lgani ularning qalbini bo'ysundirish. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam Makka patisida mana shunda keng yo'l tutgan bo'lsa-mu, lekin yana bir uchun kishilar biz urush qilamiz deb qilich ko'tarib Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam qo'shinining oldini to'smoqchi bo'ladi. Xolid ibn Valid boshlig'idagi qo'shin ularni birdamda betaraf qilib o'tadi. Ularning qo'mondoni bo'lgan Ikrima va Habbar va bir qancha mushriklar atrofga qochib ketadi. Abu Jahlning o'g'li Ikrima va Safvan ibn Umayya Yamanga qaytish uchun jiddiy qarab yo'lga mangadi. Shunda qilib musulmonlar to'salg'usiz holda har tarafdan Makkaga takbir talbiya aytib kiradi. Nihoyat hayajonli minutlar. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam Allohning bergan bu ne'matiga shukr qilish yuzidan nihoyat kamtarlik bilan beshini egib mangadi. Hatto Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning beshi tugisining bo'yniga tegib qoladi, tas qoladi. Ya'ni Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam mana shunday ne'matga erishgan siri shuncha kamtar bo'lib ketadi.
Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam mana mushundak beshini ekkan holda Kabe'nin tüyü keladi. Kishilarning hammasi tinchlangandan keyin Kabe'ning atrofidagi butlarning hammasini hosilini yiqitib, birma-bir chiqib chiqadi. Makkaning atrofida 360 dona but bor edi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bularni chiqish jarayonida haqiqat keldi. Batil yo'qoldi. Batil mana mushundak nihoyat oson yo'qoladi degan oyatni o'qigan holda chaqadi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Kabe'ning atrofini butlardan tozalab bo'lgandan keyin Kabe'ning ichiga kirdi va Kabe'ning ichiga chizilgan rasmlarning hammasini o'chirishga buyurdi. Ondan keyin Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam o'zi imom bo'lib, sahobalar bilan Kabe'ning ichida namoz o'qiydi. Musulmonlar bo'lsa Kabe'ning atrofiga dengiz kabi to'plashib, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning g'albi nutqini 4 ko'z bilan kutdi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Kabe'ning ichida bir qancha sahobalar bilan namoz o'qib bo'lgandan keyin Kabe'ning eshigining to'yida turib kishilarga mundaq xitob qiladi. Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Alloh yakki yegonadir. Allohning shirki yo'qdir. Alloh va'dasini ishga oshirdi. Ogoh bo'linglarki, ilgirki olvon siliq va qon qisos kona da'vatlarning hammasi qat'iy amaldan qoldirildi. Bugundan e'tiboran hamma odam barobardir va bundan boshqa bir qancha jinoiy ishlarning hukmini e'lon qiladi. Bu hukmning ichida o'g'irlarning qo'lini kesish hukmi bor edi. Ondan keyin Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam ilgari musulmonlarga nihoyat zulm solgan, urushlarda musulmonlarga qarshi nihoyat qattiq urushlarni qilib, ig'ir talafalarga uchratgan mushriklarning hammasi qarab, "Endi meni sizlar nima qildi deb qaraysizlar?" deydi. Mushriklar, "Seni bizga cho'qim yaxshilik qildi deb qaraymiz" deydi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam, "İzhabu antum tulaqa" beringlar hammanglar azod deydi. Bu azod qilinganlarning ichida Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning suyumli tog'asi Hamza ibn Abdul Muttalibning yuragini sug'urib olgan hindimi bor edi. Shundaqla Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning qizi Zeynepning o'lib ketishiga sabab bo'lgan. Ya'ni Zeynep Makkadan Madinaga mang'ul qolgan vaqtida uni tuygusini ittirib etib, yiqilib, beshining tashqi ushishiga sabab bo'lgan mushrik Habbarmi bor edi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning cho'ng qizi Zeynepni yo'ldoshi Badr urushidagi kelishimga asosan ayoli, ya'ni Peygamberimizning qizi Zeynepni Madinaga yo'lga solib qo'yish bedeliga uni bikoh qilib o'tgan edi. Eri va'dasida turib Zeynepni Madinaga yo'lga solib qo'ydi. Lekin bir qancha mushrik Zeynepning keynidan qo'g'lab, Zeynepni ittirib tugusini yiqitib o'tdi. Zeynep tugusini yiqilib, beshi tashqi usib yaranadi va shuningdan tortib yaxshilanmaydi. Oxiri Madinaga kelib 6 oydan keyin shu yaxshilanmaguncha vafot topadi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam ana shu suyumli qizi Zeynepni tugusini ittirib o'tgan Habbarni kechirim qiladi. Demak, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning adovati, nafrati, dushmanligi faqat va faqat iymon Alloh uchun edi. Iymon barobarida, islom barobarida har qanday shaxsiy adovat va aziyatlarning hammasini kechirim qiladi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bu Mekke fethisida hech qanday odamni asir olmaydi. Hech kimning mol mulki g'animat ilinmaydi. Chunki biz yuqorida deganimizdek bu Mekke fethisi qalb fethisi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning Mekke mushriklari qilgan muomalasi ularning ko'zidagi gumon pardasini yirtib tashladida ular top islomga kirishga boshlaydi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning tog'asi Hamza ibn Abdul Muttalibni o'ltirgan vahshiy musulmon bo'ladi. Uning yuragini sug'urib olgan hindi musulmon bo'ladi. Hatto Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning qizining o'lib ketishiga sabab bo'lgan Habbarmi musulmon bo'ladi. Hatta musulmonlarga nihoyat ig'ir zulmlarni sog'an Sumayyani shahid qilib o'tgan Abu Jahilning o'g'li Ikrima Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdan qochib Yamanga berib olish uchun jiddiga boradi. Lekin Yamanga berishdan qo'rqdi. Chunki u vaqtda Yaman podshohi musulmon bo'lgan edi. Keyindan musulmonlar, oldidan musulmonlar zimin uningga taliq keladi. Mush vaqtda Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdan qishig'a Ikrimaning ayoli kelib, "Ey Rasululloh, men musulmon bo'ldim. Ikrimaga bir omonlik bersang" deydi. Ya'ni uning imo etishini shart qilmadi. Shu kufr holatida bo'lsa-mu, uning omonlik bersang, kechirversang deydi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam "Va amin." U aman deydi. Ya'ni uning xotirjamlik bo'ladi. Ayoli xo'shliqdan darhol Ikrimani qaytirib akilish uchun jiddiy qarab yo'lga chiqadi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam sahobalarga Ikrima pat yaqinda musulmon va muhojir bo'lgan holda qaytib keladi. Shunga uning dadasining ismini tilga olib, unga aziyat bermanglar deydi. Ya'ni Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Jibril aleyhisselam orqali uning musulmon bo'lganligidan oldin bishorat beradi. Darvaqa Ikrima musulmon bo'lgan holatda qaytadi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Ikrimaning musulmon bo'lgan holatda qaytganligini anglab, xo'shliqdan chapinimi kiymi Ikrimaning oldiga chiqib uni qarshi oladi. Demak, islomga shunchalik ziyon solgan bo'lsa-mu, necha qatim islomga qarshi urush qilgan bo'lsa-mu, iymon etdimi, hammasi tugadi. Bir musulmonning muhabbat va nafrati, o'ch adovati mana shuningdek bo'lishi kerak. Ya'ni islomga, iymonga bog'langan bo'lishi kerak. Shunda qilib Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Mekke fethi jarayonida Mekkada turib, atrofdagi oymoq va qabilalarga odam avatib, u yerdagi butlarning hammasini chiqib o'tishni buyurdi. Shundaqla kimning uyida but bo'lsa, darhol chiqib chiqaversin deydi. Qarab boqadigan bo'lsak, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam ular shundaq yaxshi muomala qildi. Ularning ko'ngli oydi. Lekin but masalasi kelganda, ya'ni aqida masalasi kelganda, uni kechiktirmasdan shu vaqtning o'zida chiqishga buyurdi. Chunki aqida masalasida boshqalarning ko'ngli oyashqa, Mavlani qochirib solmayli, kutib solmayli deb bunda qilishga bo'lmaydi. Aqida masalasi
qizil siziq. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Makkaning ishlarini raqlayotgan paytda Mahzumlar jamiyatidan bir ayolning o'g'irlik qilganlik xabari Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga yetib keladi. O'g'rining jazosi aniq edi. Mahzumlar jamiyati bo'lsa Qurayshlarning ichidagi nihoyat hurmatli bir jamiyat edi. Ya'ni Abu Jahlning jamiyati edi. Mahzumlar jamiyati bu ishda Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga bir arz selib, bu ayolning qo'lini kesib tusib qolayli. Chunki bizning jamiyatimiz o'g'irlik degan bu nomusni ko'tara olmaydi deydi. Shundaqla Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga Payg'ambarimiz eng omroq bo'lgan Usamani vasitchi qilmoqchi bo'ladi va Usamani chaqirtib, "Ey Usama, bizning jamiyatimizning Qurayshlar ichidagi o'rni bilsa, biz bu o'g'irlik degan nomusni ko'tarib yura olmaymiz. Shuning uchun sen Muhammad alayhissalomning yoniga berib, bu jazoni bir amaldan qoldirishga bir vasitchi bo'lib bersang" deydi. Usama bu vaqtda 16 yosh atrofida edi. Ishning mohiyatini tushunmagan Usama Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning yoniga kelib, "Ey Allohning elchisi, heliqi Mahzumlar jamiyatidagi o'g'irlik qilgan ayolning gunohini bir kechirim qilib bersang" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Usamaning gapini anglab, chiroylari qizdirib, pishonasidagi tumur bo'dilib ketadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning abdini ko'rgan Usama o'zining nihoyat bir xatolik o'tkazganligini va bu gapni ko'tarib kelganligiga nihoyat pushaymon qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Usamaga, "Ey Usama, sen menga Allohning hadlaridan, ya'ni qonunlardan bir qonunni amaldan qoldirish uchun keldingmi?" deb nihoyat g'azablanadi. Usama, "Ey Rasululloh, men xatolashibdim" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom kishilarning ilohiy adolatning nima ekanligini tushunmaganligini his qilib, darhol sahobalarni to'planglar deydi. Sahobalarning hammasi qaytadan to'planadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hamd sana aytib bo'lgandan keyin, "Ey xaloyiq, sizlardan ilgari o'tgan kishilarning halok bo'lib ketishining sababi shuki, ular o'zlarining ichidagi ojiz kishilar jinoyat o'tkazsa, uni jazolaydi. Kuchlik, hurmatli kishilar jinoyat o'tkazsa, uni yapatdi, uni jazolamaydi. Ular mushu tufayli halok bo'lib ketgan. Alloh bilan qasamki, agar mening qizim Fatima o'g'irlik qilsa, men uning qo'lini kesaman" dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu so'z orqali ilohiy adolatning cho'ng, kichik, hurmatli yoki hurmatsiz hamma odamga o'rtaq ijro qilinganligini ochiq o'tirib qo'ydi. Ondan keyin sahobalar Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning so'zidan islom hukmining hamma odamga o'rtaq ijro qilinganligini his qildi-da, tarqishib ketdi. Shunda qilib Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Makka da 19 kun turish jarayonida musulmonlarga islomni tushuntirdi. Shundaqla Makkaning siyosiy va ijtimoiy ishlarini ratlaydi va Makkaga Attob ibn Usayd ismli bir yoshni vali qilib tayinlab, uning har bir kuniga 1 dirham maosh belgilaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning ona vatani bo'lgan Makkaning ozod qilganligini ko'rgan Ansar sahobalar hamda Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom o'zining yurtida qoldigan bo'ldi deb ansirashga boshlaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bu xabarni anglab, ularni to'plab, "Men o'lsam sizlar bilan o'laman, yashasam sizlar bilan yashayman" deb o'zining Madinaga qaytilganligini aytib, ularni xotirjam qiladi. Kabening ochqichini bo'lsa, jahiliyat davrida, ya'ni islom kirishini ilgari tutib kelayotgan Osman ibn Talhaga topshirdi va uningga "Sendan bu ochqichni faqat zolimlar olib oladi" deydi. Atrofdagi qabila va aymoqlar Makkaning ozod qilinganligiga quliqqa ishonmay qoladi. Chunki Makka hech qanday qurol kuchi ishlatilmay va ortiq qon to'kilmay ozod bo'lgan edi. Buni ko'rgan Makkaning atrofidagi qabila va aymoqlar Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga o'mak avatib, o'zining musulmon bo'lganligini aytishadi. Shunda qilib Alloh taolo Qur'on Karimda xabar bergandek, Makkaning atrofidagi qabila va aymoqlar top-top holda islom kirishga boshlaydi. Ammo Toifdagi Qurayshlarni o'ziga raqobatchi deb qaraydigan Saqif qabilasi islomga bo'ysungusi kelmay, Havazin qabilasidan iborat cho'ng qabilani kuch ko'rtib, Makkaga qarshi qo'shin to'plashga kirishadi. Shunda qilib Toifdagi Saqif qabilasi va Havazin qabilasidan iborat arablar ichidagi nihoyat cho'ng ikki qabila birlashib, Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom qarshi 30 ming kishilik qo'shin hozirlaydi va Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom qarshi urush qilish uchun yo'lga chiqadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom ular qanday taqobil turadi? Bularning o'rtasidagi urush qanday bo'ladi? Kimlar shahid bo'ladi? G'alaba kimga mansub bo'ladi? Bu haqda kitoblar qiziqsanglar, diqqatinglar kelarki darsimizda bo'lsin. Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, canda canan Muhammedim, kurban bulsun canım tenim, yollarınga Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, canda canan Muhammedim, kurban bulsun canım tenim, yollarınga Gül Ahmedim.